Bu to'qqizarga rombidan deyarli ko'rsatib qurilgan ozgina farqlari gumbazlari bilan oldinlari bu yerda 30 ta do'kon bo'lgan, ya'ni savdo rastalari bo'lgan bu yerda. Hozirgi kunga 56 ta. Bugungi ekskursiyada bilgan gid bo'lib berdim. Hissiyotlarim shundayki, ko'p hayajon tufayli xatoliklarga yo'l qo'ydim. Lekin aniq ma'lumotlar berib o'tdim. Bugungi ekskursiyada qaysi kamchiliklarim borligini bildim va ularni to'g'rilashga harakat qilaman. Bugun biz ekskursiya va gid hamrohligi fanidan ekskursiya tashkil qildik. Bu nimada menga Talqizargaron obyekti tushdi va bu haqida ma'lumotlar berdim. Va bu bergan ma'lumotlarim va taqiqlagan pasport obyektim bo'yicha bergan obyektim bo'yicha o'zim to'plagan ma'lumotlarimdan o'zimga xulosa chiqardim va boshqalarga ham bu ma'lumotlar bo'yicha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib bera oldim degan umiddaman. Kamchiliklarim bor. Bizga qolgan ekskursiya fani orqali o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni biz ekskursiyani qanday kashf etishimiz mumkin, uning uchun o'zimizni qanday tutishimiz mumkin, shu kabi demak ma'lumotlarga ega bo'lib, bilimlarga ega bo'ldik va bunday ekskursiyalar albatta talabalarga ko'proq qo'yilsa o'zlarining kelajakda yangi bir kasb egasi